Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Nasaf yarim himoyachi Sharof Muhiddinov bilan shartnomani uzaytirdi. Mohir yarim himoyachimiz Sharof Muhiddinov jamoamiz bilan shartnomasini uzaytirdi va yana bir yil ajdarlar sharafini himoya qiladi. O'zining paslar va shedevr gollari bilan muxlislar ko'nglidan joy olgan futbolchimizga va jamoamizga omad tilaymiz, deyiladi xabarda. O'tgan mavsumni Buxoro safida o'tkazgan Aziz Omonov Dinamoga o'tdi. Azizbek Omonov Dinamo futbolchisi. Yangi yilda yangi maqsadlarni ko'zlayotgan Dinamo jamoasi tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda. Dinamo jamoasi 2026-yilgi mavsum oldidan Azizbek Omonov bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qiladi. O'zbekiston milliy jamoasi safidagi o'yinlari va Superliga klublaridagi ishtiroki bilan tanilgan 28 yoshli hujumkor yarim himoyachi yakunlangan mavsumni Buxoro safida o'tkazdi. 2026-yildan esa u Dinamo jamoasi sharafini himoya qiladi. Azizbek Omonov o'tgan yillar davomida Lokomotiv, Nasaf, Neftchi, Bunyodkor klublari, shuningdek Eronning Istiqlol, Birlashgan Arab Amirliklarining Xorfakkan jamoasi sharafini himoya qilgan. Ishonamizki, Azizbek Omonov Vadim Abramov boshqaruvidagi Dinamo jamoasida o'zining yorqin o'yinlari bilan barchaning ishonchini oqlaydi. Neftchi klubi qishki transfer oynasidagi yurishini davom ettirmoqda. Farg'onaliklar asosiy e'tiborni tajribali ijrochilar bilan birga yosh va istiqbolli futbolchilarni jalb etishga ham qaratgan. Navbatdagi yangi futbolchi O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi sardori Mo'minxon Bahodirxonov bo'ldi. U yangi mavsumda Neftchi sharafini himoya qiladi. Qayd etish joizki, bungacha klub Nurbek Sarsimbayev, Azizbek Erinbetov va Ibrohim Shokirovlar bilan tarkibini to'ldirgan edi. Muhammad Saloh qishki transferlar oynasida Liverpoolni tark etishi mumkin. Bu haqda jurnalist Ikrim Qunur xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Vengerga hamon Al-Ittihod va Al-Hilol klublari qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Saloh transferi uchun kurashda Juventus va Galatasaray klublari ham ishtirok etmoqda. Muhammad Saloh 2017-yildan buyon Liverpool sharafini himoya qilib kelmoqda. Uning shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar imzolangan. U joriy mavsum qizillar safida barcha musobaqalarda 20 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 4 ta golni uzatmani amalga oshirdi. Manchester United qishki transferlar oynasida yarim himoyachi Ruben Nevishni safiga qo'shib olish imkoniyatini o'rganmoqda. 28 yoshli futbolchi yanvar oyida Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubini tark etishni rejalashtirgan. Portugaliyalik Xavbikka da'vogarlar orasida aynan Manchester United ham tilga olinmoqda. Jurnalist Chris Wheeler ma'lumotlariga ko'ra, Wolverhamptonning sobiq yulduzi hozirda Qizil iblislar tomonidan ko'rib chiqilayotgan variantlardan biri hisoblanadi. Ruben Nevishning ehtimoliy transferi taxminan 20 million funt sterlingga baholanmoqda. Futbolchining o'zi ham Angliya Premier Ligasiga qaytishdan manfaatdor. Joriy mavsumda Nevish Al-Hilol safida 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol va 1 ta golni uzatma muallifi bo'ldi. Aral futbolchisi Izzatullo Abdulhaqov faoliyatini Superligada davom ettiradi. Aral to'purarining xizmatlariga mashal jiddiy qiziqish bildiryapti. Tomonlar muzokaralarning yakuniy bosqichiga kirgan. 23 yoshli hujumchi yakuniga yetgan mavsumda 19 ta bahsda maydonga tushdi. Uning hisobida 8 ta gol va 2 ta assist bor. Bavariya yarim himoyachisi Aleksandr Pavlovich Manchester City qiziqishlar doirasiga tushib qoldi. Bu haqda Tiamtalk xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, shaharliklar Nemisni Rodrining uzoq muddatli o'rinbosari sifatida ko'rmoqda. Manchesterliklar 21 yoshli futbolchining transferi bo'yicha taklif tayyorlamoqda. Aleksandr Pavlovich Bavariya tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Uning amaldagi Germaniya chempioni bilan shartnomasi 2029-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Yarim himoyachi joriy mavsum Myunxen klubi safida barcha musobaqalarda 26 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol urdi va 1 ta golni uzatmani amalga oshirdi. Bugun Manchester City Angliya Premier Ligasining 17-turida West Ham bilan kuch sinashadi. Ushbu to'qnashuvdan avval bir nechta mashhur nashrlar shaharliklarning o'yin uchun tarkibini taxmin qilib ko'rdi. Sport Smoli nashrining talqiniga ko'ra, darvozada Donnarumma, himoyada Nunish, Dias, Gvardiol, O'Reilly, yarim himoyada Gonzales, Bernardo, Reinders,
hujumda esa Sherki Foden Hollandlar joy egallagan. Shuningdek, Sport News, Goal, Footmob va boshqa ishonchli manbalar ham xuddi shu tarkib bugungi o'yinda maydonga tushishini bashorat qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun hamyurtimiz Abduqodir Husanov o'yinni zaxiradan boshlashi mumkin. Eslatib o'tamiz, Manchester City West Ham uchrashuvi bugun Toshkent vaqti bilan soat 20:00 dan boshlab start oladi. Abduqodir Husanov Angliya Premier Ligadagi jamoasini almashtirishi mumkin. Anfield Papers ma'lumotiga ko'ra, Liverpool ancha vaqtdan buyon Abduqodir Husanovning o'yinlarini kuzatgan va zavq olgan. Agarda Manchester City 47 million funtdan ko'proq so'ramasa, Liverpool ushbu transfer uchun muzokaralarga kirishishga tayyor turibdi. Yozda Merseyside klubi himoyachi Ibrahima Konate jamoadan ketish ehtimoli bor. Husanov uning o'rnini bosishi kutilmoqda. O'tgan mavsum yozida Manchester Cityga o'tgan Husanov umumiy hisobda 18 o'yinda qatnashib, bitta gol urdi. Lans Abduqodir Husanovni ijaraga olish bo'yicha Manchester Cityga taklif bilan chiqqan. Bu haqda Chempionat Aziya sayti bosh muharriri Narzullo Saydullayev o'z Telegram kanalida shunday yozmoqda. Lans klubi prezidenti Josef Mari Manchester City prezidentiga qo'ng'iroq qilib, Abduqodir Husanovni yarim yilga ijaraga berishni so'ragan. Lans ayni paytda Fransiya chempionatida peshqadamlik qilmoqda. Klub Husanovni raqobatda yordam berishini xohlagandi. Biroq City tomoni buning iloji yo'qligini ma'lum qilgan, deyiladi ma'lumotda. Kecha Qirg'iz Respublikasida yilning eng yaxshilari aniqlandi. Andijon darvozaboni Erjon Tokatayev mamlakatda yil futbolchisi sovriniga ega chiqdi. Shuningdek, Paxtakor sobiq futbolchisi Kemi Merk yilning eng yaxshi yosh futbolchisi sovriniga ega bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro mamlakat haqidagi fikri bilan o'rtoqlashdi. Italiyalik murabbiy O'zbekistonning asosiy zaif tomonini aniqladi. Biz Toshkentda yashaymiz. Bu rivojlanayotgan xalqaro shahar. Uning ham eski ham yangi qismi bor. Bu yerdagi odamlar yoqimli, juda do'stona. Biz yaxshi joylashdik. Biz Samarqandga ham tashrif buyurdik. Bu ajoyib joy. Hamma narsada bo'lgani kabi ijobiy va salbiy tomonlari ham bor. Hozirda asosiy kamchilik bu juda yuqori bo'lgan havo ifloslanishi. Lekin biz ish sharoitlaridan juda mamnunmiz. Bizda federatsiya tomonidan taqdim etilgan ajoyib yangi sport markazi bor, dedi Fabio Cannavaro. O'zbekiston terma jamoasi darvozaboni O'tkir Yusupov Fulat bilan shartnomasini bekor qilib, faoliyatini Navbahorda davom ettiradigan bo'ldi. Tajribali darvozabon 1,5 yillik tanaffusdan so'ng yana qadrdon jamoamizga qaytdi, deyiladi Lochinlar matbuot xizmati xabarida.